Kommentariyada mijozlardan nevroz holatida ko'z xiralashishi, atrofdagi narsalarda shuvalib ketayotgandek, xiralashib ketayotgandek bo'lgan holat bo'ladimi yoki bu ko'z kasalligimi degan savollar juda ko'p kelib tushyapti. Hozir shunga fiziologik ilmiy jihatdan qanday holat bo'lishini sizlarga tushuntirib o'taman. Xo'p, ko'z nimaga xiralashadi? Nevrozda bilamizki, xavotir, vahima holati. Nevroz bu holatda miyamiz doimo sergak turish kerak, atrofdagi narsaga diqqat qilish kerak, qandaydir xavf bo'ladigan bo'lsa qochib qolish kerak yoki o'zini himoya qilish kerak degan rejim bilan ishlash jarayoni. Bu holatda ko'zimizda nima bo'ladi? Bu holatda xuddi siz tasavvur qiling, o'rmonda yirtqich hayvon sizni quvlayapti, siz bekinishga yoki qochishga joy qidiryapsiz. Bu holatda o'z-o'zidan ko'zlarimizni qorachig'i kengayadi, atrofda uzoqroqda ko'rishga harakat qiladi. Qancha uzoqda ko'rishga harakat qilgan sari atrofdagi narsalar, yaqindagi narsalar xiralashib, shuvalashib ketadi. Bitta sabab shu. Ikkinchi sababga keladigan bo'lsak, bunisi mana shu qo'rquv, vahima, trevoga holatida tanadagi mushaklarda tortishib, taranglashib, spazm hosil bo'lishi. Ya'ni bo'yin, yelka, bosh, ko'krak qafasidagi mushaklar va bunga qo'shimchasiga yuz mushaklari, ko'z atrofidagi mushaklar ham bo'shashib, taranglashishni hisobiga ko'zimizga qon kelishi qiyinlashadi va shu holatda ko'z muskullari charchaydi va ko'zimiz xiralashadi. Bu oddiy holat. Buni kasallikdan ajratishda oddiy bitta usuli, siz qachonki xavotir yoki vahimaga tushganingizda ko'zingiz xiralashadi. Boshqa payt tiniq. Lekin agar kasallik bo'ladigan bo'lsa, kasallikda ko'z xiraligi doimiy davom etadi. Doim atrofdagi narsalarda yoki kitob o'qiyman desangiz ko'z xiralashgan, lekin nevroz holatida xavotir yoki vahima kuchaygan paytda ko'z xiralashib qoladi. Boshqa payt yana tiniqlashib o'z joyiga qaytib qoladi. Shu holatdan bilib olsangiz bo'ladi. Buni qanday qilib davolash kerak degan holatga, bunga birinchi o'rinda e'tiborni pasaytirishingiz kerak, ikkinchi o'rinda psixoterapiya orqali nevrozni butunlay yo'qotish kerak. Bu holatni keltirib chiqarayotgan asosiy negiz sabab bu nevroz hisoblanadi. Mana shu vahima, qo'rquvni siz yo'qotganingiz sari bu narsa o'z-o'zidan yo'q bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang.